Assalomualaykum yurtdoshlar. Ökiz reklamasi qassoblar. Azamat Amon go'shtxonasi Staxonovda. O'g'illarina Akramjon. Sviji ökiz toza ökiz ekkelib so'yadi. Postoyanni o'zlarimiz ekkelib beramiz. Samiz ökizini. Go'shtni o'zlarimiz ham shu yerdan xarid qilamiz. Sifatli vajlardan. Go'shtini gömme berekini yeb lezzet veradigan xiyla. Mo'ljal Staxonovda Maqsim ko'cha, Faras ko'cha desa ham biladi. Bu mo'ljalni Staxonov elatında. Asfalt yoldan gelsangiz Maqsimning yanına, Faras ko'chadan o'ng yan tomonda. Inay. Go'shtxonasi, yemxonasi ham bor. Mollari, yemxona, tovuqlari, yemlari hamma narsasi bor. Xudo xolasa morojniy apparatlar ham keladi. Akramjon, go'sht bahosini kelishtirib berasizsan? Gelaversinlar ama. Elatimizda yurtdoshlarimiz ha, Sviji go'shtdan. Eldan yurtdan chiqmagan holda Sviji yetib beradilar, ko'ngilda kelyapti. Telefon nomerlarini ham aytib o'ting Akramjon. 94'lik 740 0528. 94'lik 740 0528. 740 0528 lar murojaat qilaverasizlar. Hozir yana nomerlarni ko'rsatamiz. Mana hozirgina keldi endi bu toza so'yladi. Xudo xolasa. Bismillah deb so'yladi, halollik bilan. Mana. İşte. Bundan turma rakamları var. Keyingiroq tarqalish uchun bir like bosishlaringizni bir iltimos etib qo'yadim. Arziman mehnatimize.